Selam. Sizlar Pentagon Games'ga xush kelibsizlar. Bugungi albatta bu videoni birinchi marta o'ynab ko'rishimiz va bu kanalimizdagi birinchi videomiz. Shu sababli biz подписчик qilgan holda kanalimizga obuna bo'lib, like va video oxirida o'zingizning kommentariyada fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Bu bir o'zi menimcha pulda bu yerda pullar yig'ib, mana bu otadigan plantlarni qo'yib, o'simliklarni qo'yib, zombilarni o'ldirish kerak-da. Xo'sh. Menimcha boshida oson ketyapti. Bunaqa qiynamiz. Endi hamma o'yin boshida oson bo'ladi, shuning uchun bu ham ancha oson ketyapti. Bo'ladi. Oldroqqa qo'yganim sababi maza qilib o'ldirib desang, oson ketyapti. Men sezmayapman o'nlasizlarda. Birinchisi tugadi va birinchisi qandaydir gul oldik. Gul nima qiladi shunda? Xo'sh, ikkinchi levelga o'tamiz. Ikkinchi levelda gilos nimaga? Mayli. Mana endi gulni ishga solamiz. Yo'limiz 3 talik bo'ldi. Demak, bu juda ham xavfli. Oxiriga qo'yamiz. Nimaga bu? Bu menimcha pul beradigan bo'lsa kerak. To'g'ri, pul beradi. Bu quyoshdan chiqadigan. To'g'ri, kunga boqar, to'g'ri, shunaqa ish bo'ladi. Bu yerda hozir 2 ta qo'ydik, yana bitta qo'ysak, yaxshi. 3 ta. Yana endi 2 yoki 3 qator qilib pulni ko'paytiradigan ham qilganimiz yaxshi, lekin bu yerda bir harom zombilar bor va bizani o'ldirib tashlashi mumkin. Uyimizga, demak, biz uyimizni himoya qilishimiz kerak. Shuning uchun onang natojiga qo'yibman. Qamayli. Udalaymiz. Bitta ber, bitta. Yaxshi. Faqat sen o'lgirasan degan umiddaman. Mana nimaga? Xo'sh. Gulni ko'paytiramiz. Bizga pul kerak, chunki hozir kelmayotgan paytda foydalanib olishimiz kerak. Tepadan kelyapti, tepaga qo'yib qo'yganman. Bu juda ham soz va pastga qo'yib qo'yamiz va hozirchaga o'tar plantlardan, ya'ni o'simlik otuvchilardan qutulamiz va hozircha biz gulni qo'yib turamiz. Bular o'zlari bemalol eplab turadi. Demak, vaqtga ekan, limit ozgina vaqtdan keyin xaritasini qo'ygandan keyin ochilar ekan. Hammasiniki har xil, gul sal sekinroq, mana bu o'tadigan plant tezroq bo'lyapti. Yana qolganlari menimcha bundan sekin va tez bo'lsa kerak. Boshida albatta hamma o'yinimiz oson va qiyin bo'ladi. Albatta hamma o'yinni tushunish uchun boshida oson bo'ladi. 3 qatorli menimcha bu birinchi qator ketdi va yana hozir 3 ta qator bo'ldi. Undan keyin 5 ta qatorga o'tsa kerak. Biz otadigan gulni ko'paytiramiz. Belyat. Ana warrior boshlandi. O'simliklar, davay men sizlarga ishonaman. Zombilarni pachaqini chiqarib tashlaylik. Mana bayroq ko'tarib kelgan menga yoqmayapti, lekin juda ham erta o'lib ketdi. Xo'sh, ikki bo'lsalar mana yuklamas ekansizlar, yo tez yugurib kelmas ekansizlar. Menimcha hamma zombilar buni qilib kelsa, hech qanaqa problema bo'lmaydi. Gilos berdi 150 taga ochar ekanmiz. 150 taga yana oqlarmikan ish qilib. Xo'sh, mayli, nimadir chiqib ketdi. Xo'sh. Bu yerda ancha zombi bor ekan. Boshiga kiyib kelganlar. Qo'yil, nimadir problemasi bo'lsa kerak. Oxiriga qo'yamiz. Chunki gul bizga oldinga qo'ysa, yeb qo'ysa, keyin pulimiz vo'l bo'ladi. Shuning uchun bularni oxiriga qo'ysak, har holda ishonchli va xavfsiz bo'ladi. 75 ta. Gulni qo'yaymikan, yo'q qo'ymaymikan? Qo'ymaymikan. Zombi kelib qoldi-da, bo'lmasa qo'yardim. Xo'sh. Sen o'lasan. Ungacha men gulni qo'yib tursam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yana 75 ta. Yaxshi. Ladna. Zombi kelyapti. Tepaga qo'yish kerak. Tezroq, albatta. Bu o'yin qanaqadir normalniy menga yoqadi, lekin gulni qo'ydik 3 qator qilib. Endi o'rtaga pulni yig'ib, o'rtaga ham otuvchi plantni qo'yishimiz kerak. O'rtadan kelish fakt edi, chunki o'rtada hech qaysi biri yo'q va ikkita tomondan ham keldi. Bizda 25 ta pul bor, 50 ta bo'ldi va albatta 3 qator qilib, mana bu kungaboqarlarni ko'paytirishimiz kerak.
O'yin qanaqa yoqyaptimi, yo'qmi? Ikkinchi qismini chiqaraylikmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Xo'sh, mana biz o'sha kutgan boshida trassalarda o'yin anani yopuvchi, xullas bir harami zombi kelyapti. Cho'tta bu haram zombi o'lmayapti. Harom. Bu demak boshdagini yo'qotish kerak ekan-da. Boshni yo'qotgandan keyin joni ketar ekan. Voy bile, ikkita mana shu birinchim yo'qadi hozir. Voy bile. Nu mayli. 150 ta mayli, hozir uncha pulim yo'q. Gaday paketman hozir. Mayli, bular problem bo'lmayapti. Gul qo'yish kerak. Xo'sh, bu yoqqa qo'ydik. Gul qo'yish kerak. Yana o'sha menimcha ertaroq harakat qildi va menimcha o'ldirishga ulgursa kerak. 100 ta oldinga va bu haromni o'ldirish kerak. Davay, men sizlarga ishonaman, planetlar. Voy. Mayli. Gullar tayyor. Ana endi faqat o'qotar qurollarimizga o'tamiz. Xo'sh, ot. Raqibni yo'qot. Final wave. Go. Mana shu bayroq ko'tarib kelganimcha birinchi bo'lgani uchun bayroq ko'tarib kelyapti. Voy, men bu boshi kiyib olgan odam asabini o'ynayapti. Voy, mana shuni xato qildim. Lekin bittasini esa ham bo'lib yutaman, problema yo'q. Qo'yveraman, yutaman. Tamom, vrachga tamom. Nima bu? Kartochkami? Nommi? Menimcha nom bo'lsa kerak. 5 talik bo'larmikan? Da, 5 talik bo'ldi. Xo'sh. Non. Da, bu non deb qabul qilamiz xullas. Non menimcha non yeb o'tirsa kerak. 25-50 ta ikkita kunga boqib qo'yamiz. Bizga ertaroq pul ishlash kerak va hali zombilar kelish niyatida emas. Ana haromlar kelishni boshladi. 25 ta va pastdan kelyapti, menga kerak. Men qaysi qatorga qo'yishim kerak hozir? Taxminan shu oldiroq qo'ysam, bularni bu yoqqa qo'ysam, mashqa qo'yaman. Ota bu ulgursa bo'ldi ish qilib, menga shunisi kerak. Yana boshqacha hali juda ham ko'p odamlar ochilsa, hali qolganlarini ham qilib ko'ramiz. Harrami bilib bitta joydan kelaverar ekansizlar-da. Tepaga bitta kunga boqib qo'yamiz. Yaxshi. Bu bemalol ulguradi. Vaqtni cho'zmasdan sekin kunga boqarlarni topirlatib qo'yib tashlash kerak, lekin bu yerda o'rtadan yana bittasi kelib qoldi. Mayli. Yaxshi, kunga boqib qo'yib oldim yana bitta. Haromi, o'lmayapsanmi? O'ldi. 75, 100, yaxshi, 125, yaxshi, zo'r. Kunga boqarlar yana 3 qator qilib terish kerak. 5 ta qatorga normal pul yig'adi bular. Bu 5 ta qatordan bir tomondan xavfli ham bo'lib kelyapti. Xo'sh, 50 ta. Menimcha boshida hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmayapti. Prosta miya achish, prosta to'g'ri joylashtirish kerak. Bo'lmasa o'yinni yutqazib qo'yishinglar mumkin. Adashib boshiga qo'yib qo'ysalar ham 100% yutqazasizlar, minusga kirib ketasizlar. Balkim bu o'yinni o'ynaganlar bordir. Mana shu o'yindan boshladim, lekin tepadan yana shu harom kelyapti. Odamlar hisobini buzib. Pulliq, non, yaxshi, san uje udromasligini bildim va non qo'ydim. Non, demak non bu. Yedi. Chunki kartochka bo'lsa, kartochka birinchidan bunaqa katta bo'lmaydi. Kartochkadan ko'ra ko'proq zombilar non yedi deb o'ylayman. Bilmayman, endi shuni o'ylayman. Xo'sh, kunga boqarlar, limit tugadi va boshqa joyga qo'ymaymiz, kerak emas, shuncha soqqa bizga yetib ortadi. Va yana o'sha biz bilgan final wave. Go ni. 425 va yana mana shu bayroqni ko'tarib kelgan mega miyamiz kelyapti. Voy haromilar. Mana tushundim. Olcha demak portataveradi-da. Mana qo'yib yonib tursa kerak ekan, jahlni chiqarib to'xtatib qo'ysa kerak ekan deb o'tirdim. Bitta mashq qoldimi? Davay. Oson ketadi, yutdik bunisi ham albatta. Pulni salkam ming bo'lib ketyapti.
Momentimgacha ulgurmasa kerak. Da, 950 bu qolib ketdi. Va bu Lopatka nima qilaman men? Lopatkani nima qilaman mening qizig'i? Ha, mayli. 25 ta nima edi u? Mayli. Nimadir o'qigim kelmadi. Lopatkani bosyapti, xo'p, oldik. Ha, da, tushunarli. Da, lopatka topdi desam. Okay, good going. Bu bo'la. Hop. Demak, level 5imizda nonlar hujumi. Da, birinchi boshdagini yo'q qilib, da, yaxshi. 3 desa bo'ladi. O'zini yo'lagidan jo'natib yuboramiz va yarim baqa urilib, ikkita odamni urish ehtimoli ham bor ekan, lekin bu hali bir urgani yo'q. Mana qara, yonimdan o'tib ketyapti. Bu qizil, bu bomba ekan bu qizil. Da, yaxshi. Non nima tepadan? Yaxshi, tepadan jo'natganim yaxshi bo'ldi. O'zim ham ko'rmay qo'yibman. Bitta qoldi. Pastdagi ham tamom. Qatorma-qator bo'lib yomon kelyapti-yu ular. Mayli, ikkita bitta ikkitasi o'ndik, yaxshi. Shlyapasini tushirib yubordim. Agar do'stlar bu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Va ikkinchi qismi sizlar uchun 50 ta likedan so'ng chiqadi. Kanalimiz yangi, mensimaganlar o'zinglar bilasizlar. Mayli, biz ham paytga ko'tarilib ketamiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, podpishka qo'yinglar iltimos. Da, bir yo'lakda o'zida 2 ta yoki 3 tani o'ldirib yuborar ekan. Bu boshdagi yo'q. Yaxshi, buni ham o'ldirib yubordik. Menimcha mana shu xato qildim. Mayli, bitta o'q bilan ikkitasini o'ldirdim zato'shda. Yaxshi. Yomon. Вообще-то yomon. Qutula olamanmi ish qilib bulardan? Ikkita kelyapti. Orqada yana bu bir to'da kelyapti. Ha, mayli, sen bir o'q bilan shunchasini urib yubordim. Yaxshi. Bitta non, ikkita qoldi. Non normal chiqarsa yutamiz. Da, bo'ldi yutdik. Da, bez problem. Va 25 taga qanaqadir bir signalmi bu? Nima bu? Mayli. Play. Faqat menimcha tunda ham o'ynasa kerak. Reklama. Offline o'yin aytmoqchi, shuning uchun internet yoqilmagan, boshqa sababli bizga hech qanday reklama kirib ketmadi. Agar internet yoqadigan bo'lsak, hammaga yoqmaydigan reklamalar albatta chiqib keladi. 25 tani lekin sinab ko'rish kerak. Hisobini oldiroq qo'ysak 25 ta. Da, buni oldinga qo'yamiz, malguncha ertaroq bilib olamiz shunda. Xo'sh, bu ko'ngil qo'ya qoldik. Nima qilib berar ekan bu? Bu ichida nimadir chiqarmagan, mayli. Qo'ygan pullarni olib sekin hayot kechirib turamiz. Uyda qo'riqlashimiz kerak. Uy egasi ertalab nima qiladi uyda tushunmayapman. Kechib bo'lsa ham mayli ekan qullasa. Unda. Ya bu mana ichidan bir bala chiqdi signal. Nimadir beradim. Ya uning yana reklama. Nimadir berdilar ekan. Mayli, menimcha yoniga kelsa bir bala ogohlantiradim, bir bala qilsa kerak. Ana kakraz yo'lga kelyapti, nima bo'lishini bilib olamiz hozir. Xo'sh, reklama. Voy. Xo'sh. Bu nima endi bu? Zo'r narsa ekan. Menimcha ikkita kelsa ham qilib yo'q bo'lsa kerak. Bu yana qo'shda. Oldiga non qo'yib qo'yamiz, iloj. Non deb turmasa, men buni o'ldira olmayman hozir. 50 ta gul qo'yish kerak. Bu nima naysa ko'tarib kelyapti bu? Nayza bilan urarmikan bu? Voh, haromi, bitta sakrab o'tar ekan. Haromi, bunga non qo'ymasak bo'lmaydi endi bu. U hozir o'ldirib ham qo'ysa kerak uni. Voh, haromi. Mayli.
Yomon. Juda qattiq bular. Voy, mana shu ketdi bittasi уже bekorga volga ishladida. Da, sen hozir joying jannatdan bo'ladi, bum bo'lasan. Bittasi oldimga qo'yib qo'ydim, yaxshi, lekin birinchidan portlaydi. 25, 50, 75, 100, 125, 175, 200, bum, portladi. That. Yana o'sha final voy harom yana sakrab keladi. Yana internet. Mana 2000 tanga. Nima bo'ldi? Mosa bo'ladi 2000 tangaga. Mayli. Hozir ahamiyat bermaymiz. Yaxshi bittasi bilan ikkilanib urar ekan. U yaxshi chidasa bo'ladi. Menga yoqdi lekin. O'yin menda yaxshi taassurotlar qoldiryapti. Sizlardachi? 125, tak 25 deb qo'ysak, nonni yeb bo'ldi уже marazlar. Nonni yeb bo'ldi, mayli sam. Chiqmadi mana hali. Mana chiqmadi hozir. Anchasini yeb tashlaydi hozir. Yaxshi. 175 taga ko'k orqasi nima bu? Muz kristallarimi? Menimcha muz otsa kerak. Shunda muz otsa, muz qoladimi joyida? Shuna bo'lyaptimi? Demak, muz otsa joyida muzlab qoladi. Shuna bo'lsa kerak. Mana bu orqada turgan, o'tiradigan apparatlar. Nimaga qo'yilgan? Boydan bir joylar o'zgaryapti. Nima qo'shda bo'lib tushib qopti. Menimcha menga pulni aniq qilgandan keyin bu himoyalar bitta yurib hamma chiziqdagini tortib olib ketsa kerak. Gul 3 qator yoki 2 qator gul qilib ko'ramiz yana. Pastdan kelishdi boshladi haramlar. Buni oldiga qo'yib qo'yamiz va ezvordi lekin. Xo'sh, buni bu yoqqa qo'yamiz chunki bu yoqdan hali bir zo'mi kelmayapti. Bungacha chiqib bom va pulni ham tejagan bo'lamiz. Tepadan. Oppo, sen haram ekansan-ku sen. Senga qo'ymasak bo'lmaydi sen. Sen bir o'ldirib qo'ysan hozir bizani. 25 de. 50, 75. 75 bitta bo'lmay qo'ysa 25 ta. Voy, ezvorda qo'lim bosilib ketib qolyapti. Ming uzr lekin 25 ta san joying jannatdan balance with zombies o'yini juda ham normal ekan. Boom. Spider. Gullar shaxmat kabi joylashmoqda. Hammasi bir shaxmat bo'lib yotibdi. Bir molxonami, qo'yxonami, qo'ydan qochgan molxonalarmi, moldan qochgan qo'yxonalarmi bir balalar qo'yib yotibdi. Sanam tamom bo'lding. Yoshlarni yig'ib pulni ko'paytirish kerak yo'q. Shunga o'qirgan qo'yish kerak edi lekin. Menga mayli. Bankalarga ko'rishim nima bo'ldi? Oppo tepadan tapasni keldi-yu, ichga non pom bala qo'yib yuborish kerak. Tinchib oladi hozir. Bu va lekin non qo'ygan yo'qlar. Tamom qo'radi bizni. Bom. Bitta o'q bilan 3 tasini 100 taga arziydi. 50 tadan bittasini ursa, lekin ba'zan bittasini urib yomon emas. Bu yerda hali chiqasa yomon ko'rganim yo'q. Muzotarga ham pul yig'ib, muzotarni ham qo'yishimiz kerak. Xo'sh. Bom. Sen nima bo'lsa yaxshi o'yin. Orchansizlar yo'q, hammasi yaxshi. Yeymiz. Tak. Men zerik qo'yaman, lekin bu o'yindan qanaqadir vaqt ko'p bo'lib qo'yar ekan. Shuning uchun hozir bir narsa qilamiz. 3, 2, 1. DJ do baile, vai te botar aqui no baile, vai te machucar. Senta pra baixo, de baixo pra cima, tu senta de lisa pra não machucar. Pra não machucar. Senta de lisa pra não machucar. Pra não machucar.
te botar aqui no baile, vai te machucar. Senta pra baixo, de baixo pra cima, tu senta de lisa pra não machucar. Pra não machucar. Senta de lisa pra não machucar. Mana ikkinchidan bir zo'r manzara bo'lib ko'rinib turibdi. Ammo sakrab kelib o'taman deb o'ylayapti, lekin bo'qim deyapti. Sakrab o'tib ketdi. Harom. Qo'yibsan, bo'qim deyapsan. Yaxshi. Anchasini qo'yib oldik. Hozir final postga kelib qolamiz hozir уже.
Biz kutgan o'sha final Wave. No, уже bo'ldik, buni ham bitdik. Hech qanaqa ortiqcha problemalar bo'lmadi bunga ham. Endi tak ikkinchi bo'limga o'tganda ko'ramiz. Buni ham yutdik. Xo'sh, keyingisi lekin yana mana sakrab keladigan va juda ham qiyin ekan. Bu yerda taktika qilish kerak, to'g'ri joylashtirish kerak. Ketma-ketlikda shunda o'ylanib o'tirmayman. Ikkinchi qo'yish kerak edi, hozir bo'lmay qoladi bo'lmasa. Shu o'ylantiradigan narsa ekan, 100 ta kerak emas-da bu yerda. Non bilan shu 25 ta olaman, yetadi menga. 3 ta. Mayli, xo'p.
lekin ancha-munchasini qo'yib tashladik. Qolganlarini ham tez qo'yib tashlash kerak.